Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Mana hojonalar, ziyoratchilarimiz Ravza-i Sharifga kirish taraddudida. Mana hojonalar inshaalloh Yuksakka omad, yuksalaversin. Har doim xalq xizmatida bo'lib, shunaqa hamma muslima ayollarni, musulmonlarni rozi qilib yuraversin. Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat sizga katta rahmat. Yuksak yanada rivojlanaversin, yuksalaversin. Yuksak yanada. Mana aravadagi hojonalarimiz ham mana Xudo xolasa hozir bularni ham Ravzaga kirgizamiz. Mana hojonam. Duo qiling, siz yoshingizga yetaylik biz ham hojona. Hojonam mana. Amin, amin, amin. Amin. 23 kunga hojonalarni Ravza Sharifga kirish arafasidalar. Hammalari bahorda hozir kirib, bu oy xayr chiqadilar. Yurtimiz haqiga, xonadonlarimiz, o'zlarining haqlariga albatta duoyi xayrda bo'lib chiqadi inshaalloh. Alloh taolo o'zi oson qilsin hammalariga. Tavfiq bersin hammalariga. Mana Madina Munavvara, Masjid Nabaviy kechqurungi juda ham go'zal holat. Bizning yuksaktirish jamoamiz hozir 3 minut qoldi Xudo xolasa. Kompaniyasi yana yuksalaversin. Alloh hammamizni saqlaversin. Parvardigor doim tinchlik, omonlik, xotirjamlik, qani saxovat bo'lsin. Mana shu kunlarga, shu yerlarga yetkazganiga Xudoga shukr. Sizlar ham mana boshqaruvda yaxshi olib boryapsizlar. Sog' bo'linglar, umrlaring uzun, rizqlaring ulug', bolalaringga bosh bo'linglar. Doim xizmatda yuringlar. Sizlar mana shu kunlarga yana yetib kelaveraylik. Yana Xudo nasib qilsa yana kelib qolaveraylik. Xudo xohlasa. Havas qilib ketyapmiz. Rahmat.
ziyoratxonalarimiz Qur'oni Karim do'konida mehmonxonada yangi tahoratni qilib kelib Quba masjidida 2 rakat namoz o'qigan ekan. Bitta umrani hozir aytadigan. Hammalari tahoratlarni yangilab chiqadi. Ertadan keyin safarga ravona bo'lamiz. Gruppaga ham tashab qo'ydim, 1:00 da va 13:00 da. Safarga ketamiz. Maketlarga olib kelib shunchalik aylantiribki, tan joningiz sog' bo'lsin, umr davlatingiz ziyoda bo'lsin aka. Hamisha xalq xizmatida ko'ring. Ham bo'lmaydi. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Yaxshi bo'lyapti. Omadlaringni bersin. Mana kelganimizdan beri aylantiryapsan. Xudoga shukr, hammalaringni tanlaring saat bo'lsin. Avvalambor prezidentimizga tashakkurnomalar aytaman. Qolaversa sizlarga ilovanda hammalaring tanlaring saat, rizqlaring ulug' bo'lsin. Ko'pga bersin, ko'p qatorda hammaga bersin.